Ich-ichimda hissiyotlar to'lqini qaynab chiqdi. Bir daqiqa yurak urishi tinmasdan duvladi, yuzim qizib ketdi. Men uzoqqa qarashga, undan ozod bo'lishga urindim, lekin u chekinishimga yo'l qo'ymadi. Aksincha, sekinlikli qo'llarimni mahkam ushlab, teginishi meni titratib yubordi. Keyin uning barmoqlari yonoqlarimdan o'tdi. Nima uchun jim turganimni, nima uchun qarshilik ko'rsatmasligimni tushunmadim. Balki qalbimdagi yolg'izlik va mehraga bo'lgan chanqoqlik mening irodamdan kuchliroq edi. Butun hayotim oldimda katta bosh sahifa bo'lib turgandek edi. Kelajak nima keltirishini bilmasdim, lekin yuragim orzularga to'la edi. Ammo taqdir boshqacha yo'l tanladi. Erim Alijon majburiy safarga chiqdi va uning ketishi bilan butun uy ishlari mening yelkamga tushdi. Qishloq uyida hayot oson emas, mol, hovli, oshxona, hammasi mening e'tiborimni talab qilardi. Ish og'ir, lekin bu yerda ayolning tabiiy taqdiri. Hovlidagi katta daraxtni kesish vazifasi menga yuklanganida, boshqa chorasiz qo'shnimiz Karimni chaqirdim. Garchi 30 yoshli bo'lsa ham, u doimo o'z yoshidan katta bo'lib ko'ringan va menga doimo maslahat berib, yo'l ko'rsatib turardi. U hovliga kirganda lablarida tabassum, lekin ko'zlarida boshqa, chuqurroq ma'no bor edi. Uning mehribonligi yuragimni iliqlatdi. Karim og'ir ishlarni bemalol va mahorat bilan bajardi, uning kuchli qo'llari hayratlanarli noziklik harakat qilardi. Ish tugagach, men choy olib chiqdim. U menga qarab, siz yangi kelin bo'lib, barcha ishlarni o'z bo'yningizga olgansiz. Erkingiz bo'lganida yordamchingiz bo'lar edi, dedi. Men yuragimning tubidan bir nafas chiqardim. Lekin taqdir boshqacha xohladi. Boshqa ilojim yo'q, sabr qilishim kerak. Bu so'zlardan keyin u jiddiy va qat'iyatli ko'zlarimga tikildi. Agar tinglasangiz, uning ovozi shirin va muloyim edi va uning so'zlarida men allaqachon ayol sifatida ko'rilayotganimni his qildim. U qo'lini yuzimga qo'ydi, uning teginishi nozik edi. Yana bir daqiqa yurak urishi. Yuzim qizarib ketdi va men uzoqqa qaradim. U meni qo'y bermadi. Aksincha, qo'llarimni mahkam ushlab, yana yuzimga tegdi. Nega qarshilik ko'rsata olmasligimni bilmadim. Balki qalbimdagi yolg'izlik va mehribonlikka bo'lgan chanqoqligim mendan kuchliroq edi. Karim yuzimni silab, shivirlab, yolg'izlik sizni o'girlayapti, lekin siz kuchli ayolsiz, dedi. Uning ovozidagi iliqlik, uning qo'lidagi issiqlik meni tasalli bag'ishlagandek edi. O'sha kundan boshlab uning har bir qadami, har bir so'zi yuragimda boshqacha joy topdi. U tez-tez uyimizga kelib turardi, har doim bir bahona topib. Birga o'tkazgan har soatimizda u meni o'ziga hissiy va ma'naviy jihatdan yaqinroq tortardi. U ko'zlarimga qarab shirin so'zlar aytganda, o'zimni boshqa olamda his qilardim. Bir kuni u qo'limni ushlab, qarang, men sizga chuqur qiziqaman. Menga siz oddiy qo'shni emassiz, dedi. Yuragim titradi, uning so'zlari ichimdagi sirni ochib yuborgandek edi. Men ham yolg'izlikdan charchagan, kimnidir e'tibori, iliq qo'li chanqogi edim. U qo'limni ushlaganida yoki yuzimni silaganida ichimda o'ziga xos bir kuch uyg'ondi. Hatto kechalari yotganimda ham uning ovozini, uning shirin so'zlarini, qo'llarining mening qo'limni ushlaganini eslardim. Ertalablar uy ishlari bilan boshlanardi, hovlini supurish, tandirni yoqish, non yopish, keyin idishlarni yuvish va mollarga qarash. Yolg'iz kelin bo'lish oson emas. Ba'zan qo'llarim charchoqdan titrar, yukning og'irligini his qilardim. Ayni o'sha paytlarda yashirincha Karimning kelishini orzu qilardim va og'zim bilan tan olmasam ham, uni ko'rishga chanqardim. Bir ertalab hovlida sigirni sog'ayotganda qiynalayotganimda u darvozadan kirdi. U past ovozda kulimsirab, keling, yordam beray. Qiynalib qolgansiz, dedi. Men indamay chetga surildim. U sigirni mahkam ushlab, uning qo'llari kuchli va ishonchli edi. Men uning mahoratli kuchiga hayron qoldim. U sekin yonimga kelib va bilagimdan ushladi. Uni shunday nozik va iliq ushladiki, yuragim darhol tez urila boshladi. Kelin, dedi u, bu sizni qiynamayaptimi? Eriningiz yo'qligida barcha og'irlik sizga tushadi. U ko'zlarimga qarayotgan edi. Men boshimni egdim. Lablarimdan faqat hammasi yaxshi so'zlari chiqdi.
Lekin ichimdan baqiramoqchi edim, yo'q, yaxshi emas. Bu juda og'ir. U suhbatdan keyin tez-tez kelishni boshladi. Har safar kelganida uning qo'llari ishda mohir, tili esa tasalli bilan shirin edi. U gapirganda yuragim erib ketardi. Bir kuni hovlini supurayotganimda, u orqamdan sekin kelib belimdan ushladi. Men vahima bilan titrab ketdim, lekin uni itarib yubormadim. U shunday ishonch va qat'iyat bilan harakat qildiki, qarshilik ko'rsatishga kuchim qolmadi. Siz yolg'iz emassiz. Men siz bilanman, dedi u qulog'imga yaqinlashib. Men uning nafasini his qildim va badanim titrab ketdi. Keyin yuzim qizarib ketdi va ko'z yoshlarim chiqay deb qoldi, chunki men bu muhabbatga, bu iliqlikka anchadan beri chanqoq edim. Men unga tobora yaqinlashayotgan edim. U tez-tez kechqurun hovli jimjit bo'lganda kelardi. O'sha paytda qo'shnilar hech narsani sezmasdi. U kelganda yuragim g'ayrioddiy hayajon bilan tivlardi. U bilan gaplashish, uning yonida bo'lish mening uchun bir dunyo baxt edi. Bir kecha hovlida chiroqlarsiz uzoq o'tirdik. Qorong'ulikda faqat ovozlarimiz eshitilar edi. U qo'limni ushladi, uning teginishi yuzimda nozik bir silash edi. Yuragim tinchlanmayapti, dedi u, o'zimni tuta olmayapman. Ayni o'sha paytda men ham ko'zlarimni yumib, ichimdagi barcha qarshiliklarni unutdim, chunki yolg'izlik va muhabbat chanqog'i meni unga tobora yaqinlashtirayotgan edi. Kechalar uzayib bordi va men Karimni ko'rishga o'rganib qoldim. Erim safarda edi, qo'llarim ish bilan band edi, lekin yuragim bekor edi. Muhimi, Karim asta-sekin bu bo'shliqni to'ldirayotgandek edi. Har kuni uning kelishini kutardim, eshik tomonga qarab. Agar darvozamiz ochilmasa, yuragim sovuq xafalik bilan to'lar edi. Kelgan kunlarda esa yuragim gullab yashnar edi. U bilan suhbatlashish, bir piyola choy ichib o'tirish mening uchun katta tasalli edi. Bir kuni u hovliga kirdi va meni supurayotganimni ko'rdi. U orqamdan sekin yaqinlashdi, qo'llarimdan ushladi va biz supurgini birga ushladik. Yuragim qattiq tuvladi. Qo'llarimiz bir-biriga tegardi va butun tanimda issiq oqim yugurdi. Siz yolg'iz supurib charchaysiz. Keling, birga qilaylik, dedi u kulimsirab, ovozi shunchalik mehribonlik va iliqlikka to'la ediki, bir zumda uning so'zlariga bo'ysundim. Ayni o'sha paytda hatto qo'shnilar bizni ko'rib qolishidan ham qo'rqmadim, chunki butun dunyo men bilan u o'rtasida qolgandek edi. U meni tobora ko'proq qiziqtira boshladi. Kechqurunlari hovlida o'tirib, yulduzlarga qarab uzoq suhbatlashardik. U o'z orzularidan gapirar, men esa qalbimdagi darslarni ulashardim. U tinglaganda yuzida jiddiylik, qarashlarida sevgi porlardi va meni o'z so'zlari bilan ovlar edi. Bir kechqurun u yuzimni qo'llariga olib, muloyimlik bilan siladi. Yuragim og'ridi va ko'zlarimga yosh keldi, chunki men kimnidir muhabbatiga anchadan beri chanqoq edim. U buni sezgandek yuzimni silab, siz juda go'zal, juda samimiy ayolsiz. Sizni qiynashlariga yo'l qo'ymang. Men doim yoningizda bo'laman, dedi. Bu so'zlar yuragimni butunlay eritib yubordi. Men qarshilik ko'rsatishni xohladim, lekin kuchim yetmadi. O'zim uni tobora yaqinlashayotganimni his qilardim. Bir kuni kechqurun edi. Hovlidagi ishlarim hali tugamagandi, lekin yomg'ir yozayotgandi. Karim keldi. U sholchasini mening yelkamga tashladi va qulog'imga shivirlab, sizni shunday ko'rib turolmayman. O'zingizga yaxshi qarang, dedi. Uning so'zlari ruhimni larzaga soldi. O'z ixtiyorimdan tashqarida qolgandek his qildim, go'yoki taqdirning o'zi barcha qarorlarni qabul qilyapti. Shundan keyin bizning uchrashuvlarimiz muntazam bo'lib qoldi. U ish bahonasida hovliga kelar, men uni kutardim. Har safar kelganida u qo'limni ushlash va yuzimni silashdan bosh tortmasdi. Uning yonida bo'lish mening uchun dunyodagi eng buyuk baxt edi. Kechalari yotganimda ko'zlarimni yumib uning so'zlarini eslardim. Siz yolg'iz emassiz, men siz bilanman, degan so'zlari qulog'imda jiringlab turardi. Men bu so'zlarni qayta-qayta his qilardim. Uning mehribon qarashlari, qo'llarining issiqligi, so'zlarining shirinligi, ular meni undan kundan kunga ko'proq bog'lab qo'yardi. Endi mening uchun hayotning ma'nosi uning kelishida, menga qarashida va yonimda bo'lishida edi.